Dolce & Gabbana Zvon Eau de Parfum o'zini asosiy betakror notalari bu o'sha Torako deb nomlangan apelsinni o'sha guli, clary, sage bu juda ham kamyob bo'lgan modda hamda sandal daraxtini o'zida ushlagan ingrediyentlar ushlagan Italiya mahsuloti Milanda ishlab chiqarilgan. Hop, Dolce & Gabbana Zvon bu o'zini o'sha skromniy hidi bilan parfyum olamini yorib kirgan atir hisoblanadi. Buni asosan skromniy vidni yaxshi ko'radigan hamda xonadagi barcha atirlarni hidini o'chirmoqchi bo'lgan insonlarga taklif beramiz. Shunaqa skromniy hamda insonni bittada ovozini o'chirib qo'yadigan parfyum. Pulizatr sepilishlarga e'tibor beramiz. Juda ham ajoyib notalarni o'zida jamlagan Dolce & Gabbana. Buni sepgan paytingizda bilasizmi? Esingizga kostyumshim hamda mafiyalar keladi. Ayniqsa Tony Montana kinosida o'sha o'ynagan asosiy qahramon bu Dolce & Gabbana Zvon atirini mazza qilib ishlatadi. O'zi ko'rinishi ham jentelmen iforini beryapti. Bu narxiga nisbatan qilib beradigan ishi juda ham zo'r. Eau de Parfum 4 fasllik o'sha ekstrakt hisoblanadi. Buni bemalol raspiv ko'rinishda yoki bo'lmasam bitta butun flakonni xarid qilishingiz mumkin. Agarda oldin Dolce & Gabbana Zvonni ishlatmagan bo'lsangiz, albatta bir marta hidini ko'rsangiz yaxshi ko'rib qolasiz. Buni erkakona beradigan o'sha vibe atrofdagilarni haqiqatda bittada hayron qoldirib, xonada sizni hidingizni indamay qoldirib ketadigan parfyum Dolce & Gabbana Zvon, ya'ni yagona parfyumi. Eskisini yurarmışman yallah.